Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 15-iyun kunidan 18-iyungacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Ushbu ma'lumotdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 15-iyun kuni Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-iyun kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16-18-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-16-iyun kunlari 22-27 daraja, 17-18-iyun kunlari 20-25 daraja, kunduzi 15-17-iyun kunlari 35-40 daraja, 18-iyun kuni 33-38 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 15-iyun kuni 37-42 daraja, 16-18-iyun kunlari 35-40 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 15-iyun kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. 16-18-iyun kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat 15-17-iyun kunlari kechasi 20-25 daraja, kunduzi 33-38 daraja, 18-iyun kuni kechasi 18-23 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja bo'ladi, deyiladi meteo.uz veb saytida. Hurmatli tomoshabinlar, videorolik ostidagi like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni ham unutmang.